Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa navbatdagi obyektimizdan video syomka etamiz. Bizlar обязательно like bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalimizda yangi bo'lsanizlar, obuna bo'lib qo'ysangizlar, tez videolar chiqarib boraveramiz. Bugungi obyektimizda bo'lgan ishlarni bir qator ko'rsatib chiqamiz. İşimizni akşam boshlaganmiz 6 aprelda. Bugun ikkilanchi günümüz yine Xudo xolasa shu holatga getirdik. Yurib turganlarimizni. Bir qator sizlar bilan obzor etib chiqamiz ishlarimizni. Qaranglar, stoykalik, pragollik, 10lik kalamcha. Strapilamiz 11'e 3'lük bo'ladi. 11 cm, qalınına 3 cm bo'ladi. Rekamiz ham 6'ga 2-3'lük bo'ladi qalini. 2-3 baquvvat bo'ladi o'ta. Yani obishni 5'e 2, keyin 4,5 2 shunday rek emas, sifatli, ajoyib rekadan yana ko'rib turganlaringizni. Shuni aytib, Xudo xolasa materialimiz ham sasna material. Shuni hisobına dügünlü bo'ladi. Agarda ercha bo'lganda dügünü kam bo'ladi edi. Bu dügün sasnada bo'ladi. Xo'p, bu obyektimizning adresi Hazarasip Sho'rko'lda. Atalıkta Sho'rko'lda qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bu joyimizning razmeri 16 metre, 14,5 metr. İşte stoykaga dong. Bu yanına iğne. Bu yan tarafımız azgına çıqqan ekan 3 metr. Bu yanının özünü bir bölek etib, yana bir skat etib bölek verdik. Shuni balandroq bo'lib ketdi bu yandan. Bu yan tarafımız yurib turganlaringizni joyi ayvonchasi bilan deng bo'lib ketdi. Shunday holatda. Balandligini ham 3 metr ko'targanmiz joyimizni, o'rtasini, sentrini. Kalamchalarimiz, bu pragolligimiz 12'lik bo'ladi diametri. Kalamchasi ham, ustini pragon ham qo'shliqi. Xudo xolasa ertang rekalarni, simburg'alarni ishlaymiz. Xudo xolasa uni ham video atib chiqamiz. Ko'rib, kuzatib boraverasizlar. Xizmatlar bo'lsa Xorazm bo'ylab kelishilgan narxda ishlayveramiz. Hozirgi ishlab turgan adresimiz Hazarasipda. Bu yan tarafimiz Drujba, Pitnek, ya'ni To'proqqala desak bo'ladi. Sho'rlardan ham ishlayveramiz. Bu yan tarafimiz shu Urganchadon desak ham bo'ladi, Xivaga. Endi Xivaga ham boraveramiz, kelishilgan narxda bo'ladi. Albatta uni inobat olasalar. Xudo xolasa shunday holatda ishlab turibmiz, ajoyib etib. İşlerimizni bir qator ko'rsatib boraveramiz. Her gün ketilgan ishi. Xudo xolasa ertang simburg'alarni ajoyib etib ko'rsatamiz. Yana bu rekani ustundan ham bir qator ko'rsatib beraman sizlarga. Shunday holatda yana 6lik reka bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek. Shunday holatda. Bu yanning rekasini ponni ishlaganmiz yana. Bu yan tarafimiz ertang ishlaymiz, Xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar, bemalol javob berishga harakat etaman. Agarda telefon qilmoqchi bo'lsangizlar, nomerlar pastda qo'yib o'tamiz. Bemalol Telegram, WhatsApp, Imo orqali bog'lanishingiz mumkin. İşimizni sifatini garantiya erinib, yankidan qistonib ishlaydigan xaltura guring yo'q. Как положено ishingizni talabga javob beradi deb ishlab beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting, sog' bo'lin, omon bo'lin. Musofirda yurganlara do'lib-doshib kelinglar, oilalaringiz bag'rina imoratlar solib, shunday joylaringizni shiypiratib, to'ylar etmak nasib etsin deb qolamiz. Sog' bo'lin, omon bo'lin yana bir bor.